Xorazmliklarda ham epli bo'lmay ketdi akalar, qaranglar. Cobalt'ni orqa podkrenligini o'zlari ishlab chiqarishyapti ekan. Liboy mashinani shunaqa podkrenligini ishlab chiqaradigan liniya yasab berisha olar ekan. Hozir mana Cobalt'ni orqasiga mana shunaqa glansiy chiroyli holatda yasab berilgan. Ya'ni o'zi oldiniki chiqargan O'zbekistonda orqa podkrenliklar Rossiyadan va boshqa chet davlatlardan import bo'lib kelar ekan. Endi o'zimizda ishlab chiqarilyapti va bundan tashqari shunaqa podkrenlik ishlab chiqaradigan liniyalarni sizlarga yasab, olib borib, o'rnatib, o'rgatib qo'yishar ekan. Butun SNG davlatlari bo'ylab. Ya'ni Qozog'istonga ham vanna ishlab chiqaradigan zavodlar qo'yib berishgan. Xohlagan mashinangiz, Cobalt deysizmi, Gentra deysizmi, Nexia 3 deysizmi, Damas deysizmi yoki bo'lmasam inomarkalarda ham podkrenliklarni ishlab chiqaradigan liniya qo'yib berisha oladi. Biz Xorazm, Urganchga yetib kelganmiz. Pastda telefon raqamini qoldiramiz. Akalarimiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bunaqa podkrenliklardan tashqari vanna hamda dushovoy kabina ishlab chiqaradigan liniyalarni ham yasab berishadi. Asosiy joyini aytib o'tmoqman. Import bo'lib keladigan shunaqa podkrenliklardan 3 barobar arzonga o'zingizlar ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Ya'ni pul o'zimizda qoladi va bundan tashqari o'zimiz arzon narxda ishlab chiqarib, bozorga ham arzon taqdim qilsanglar bo'ladi.